Assalamu alaikum. Hurmatli Muqat Qo'ychi kanal qatnashchilari. Bugun kunga 19 oktyabr kunga 3 kundagi kurs semestri tanishlik etamiz. Kurslar qanday qoldi ekan shu yerda ma'lumot oldiramiz. Sizlar olsangiz like bosib, kommentar yozib qo'yinglar. Bugun Muqat shahrida suyeta chiqib qolgan o'xshaydi. Suyeta chiqib qolganga baylanishli kurslarda emib tatamiz. Qancha vaqt qoldi ekan sol yerden bankların canına koşuyoruz. Like, post, komentar yazıp konuda. Muqat Qo'ychi kanalda daima sizden kuzatımızda. Hadi biz birinci Finansik Kredit Bank'a geldik. Finansik Kredit Bank'ta kurslar qancha ekan sol yerden ma'lumot olib beramiz sizlarga. Finka Bank'a geldik. Finka Bank'ta 83 so'm dollar, 81 so'm 80 tiyin euro, 1 so'm 31 jan tiyin rubl ekan. Qozoq tengasi 0.12 tiyin ekan. Finka Bank'ta shunday bo'ldi. Hozir boshqa banklarga ko'ramiz. Hurmatli tuğanlar, bu yerda de 5 tiyin qo'shilibdir. 81 so'm 50 tiyin euro, 80 so'm 50 tiyin 81 so'm 50 tiyin dollar, 80 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 31 jan tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, Ekosobank'ta kurs shunday. Hurmatli tuğanlar, hozir biz Kırgızistan Bank'a keldik. Kırgızistan Bank'ta 82 so'm dollar, 80 so'm euro, 1 so'm 31 jan tiyin rubl ekan. Rubl'de bu yerda ko'tarilib qolibdi. Hurmatli tuğanlar, kechaga qaraganda yaxshi, bu da hoş ko'tarilaversin demoqchiman. Hurmatli tuğanlar, biz hozir Aziya Bank'a keldik. Aziya Bank'ta 83 so'm dollar, 81 so'm euro, 1 so'm 31 jan tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, rubl ko'tarilib qolibdir. Qozoq tengasi 1 so'm 12 tiyin ekan. Boshqa banklar bor, boshqa banklarni ko'rsatamiz. Hurmatli tuğanlar, biz Boqay Bank'a keldik. Boqay Bank'ta 83 so'm dollar, 81 so'm 80 tiyin euro, 1 so'm 31 jan tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, rubl ko'tarilib qolibdir. Hurmatli tuğanlar, shu bilan bugungi Muqat Qo'ychi kanali sizlarga vaqtinchalik qo'shib, ertangi ko'rishishni so'ranglar. Rubl qancha bo'lib qoldi ekan, ertang qanchadan bo'lib qoldi ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.